to'yga nima yetsin? Lekin endi rozilik bildirayotgan payt kelin kattalashib gigant maxluqqa aylansa-chi. Hey yo, hammaga salom, siz qiziqarli multfilmlar kanalidasiz. Yaxshilab o'rnashib oling, qisqa daqiqalarda esda qolarli lahzalarni siz bilan baham ko'ramiz. Og'iz ochilib qolib, like bosish esdan chiqmasa bo'ldi. Qani boshladik. Hamma tinch tunda uxlab yotganida ulkan meteorit yerga qarab yo'l oldi. U Kaliforniyaga bir necha soat ichida tushishi kutilmoqda. Ayni paytda o'sha shaharda Susan ismli qizni erta tongda do'stlari uyg'otadi. Ular undan Susanning kuyovi Derek taqdim etayotgan ob-havo hisobotini tomosha qilishni xohlashadi. U milliy televideniyada Susanga bo'lgan sevgisini oshkor qiladi va bugun bo'ladigan to'ylari haqida jar soladi. Susan o'zining sevgan odami bilan turmush qurayotganidan juda xursand. Keyini bo'lgach, Susan do'stlari va onasi bilan to'y bo'ladigan joyga boradi. Otasi uni kutib oladi va u turmushga chiqsa ham otasi doimo uning yonida bo'lishini eslatadi. Qaynonasi bilan uchrashgach, Susan toza havo olish uchun tashqariga chiqadi. Derek u bilan uchrashish uchun keladi va Susan Parijdagi asal oyi uchun qanchalik xursand ekanligini tushuntiradi. Derek rejalarda biroz o'zgarish borligini aytadi. Ular Fresnoga borishadi, chunki Derek u yerda muhim ish intervyusini berishi kerak. Bu Derekdagi yagona kamchilik. U har doim o'zini va karyerasini birinchi o'rinda qo'yadi. Susan bu lahzani buzishni istamaydi va yangi rejalarga rozi bo'ladi. Derek ketganidan keyin Susan osmondan nimadir tushayotganini payqaydi. U to'g'ri unga qarab kelmoqda. U qochishga harakat qiladi, lekin oxir-oqibat meteorit uning ustiga qulab tushadi. Uning onasi keladi, lekin meteoritni sezmaydi va Susanga qasamyod qilish uchun tayyorlanishini aytadi. U cherkovga qadam qo'yishi bilan tanasi porlay boshlaydi va yashil rangga aylanadi. Meteorit unga ba'zi nojo'ya ta'sirlarni qoldirdi. To'satdan uning tanasi kattalashib, u gigantga aylana boshlaydi. Hamma qo'rqib ketadi va qochib ketishadi. Susan Derekdan yordam so'raydi, lekin u ham qo'rqmoqda. Susan cherkovdan chiqib, old hovliga chiqadi. Hukumat zudlik bilan o'z jamoasini yuboradi va Susanni trankvilizator bilan urishadi. U uxlay boshlaydi va yerga yiqiladi. U dahshatli sirenani eshitib yana uyg'onadi. U noma'lum formada va metal liftda olib ketilmoqda. Keng xonada to'xtab, Susanni tashqariga itarib yuborishadi. Avvaliga atrofda hech kim yo'q, lekin Susan zaif ovozlarni eshitadi. Bu uning oyoqlari yaqindagi oddiy o'lchamdagi yirtqich hayvonlardan kelayotgan ovozlar edi. Ular odam kattaligidagi tarakan, gibrid baliq va ko'k shilimchiq yirtqich hayvon. Ular Susanni tinchlantirishga harakat qilishadi, lekin u vahima qilishni to'xtata olmaydi va bularning barchasi tush bo'lishini xohlaydi. To'satdan Susandan 100 baravar katta yana bir hayvon orqasida paydo bo'ladi. Qiz qichqiradi va yordam chaqiradi. Oxir-oqibat general u yerga yetib keladi va barcha yirtqich hayvonlarga o'z xonalariga qaytishni buyuradi. General V.R. Monger bu muassasaga mas'ul. U Susanni unga muassasa bo'ylab ekskursiya qilish va hozirgi holatni tushuntirishga yordam berish uchun olib ketadi. 1950-yilda jamoatchilik yirtqich hayvonlar haqidagi haqiqatni tushuna olmadi va soliq to'lash kabi muhimroq narsalarga e'tibor qaratishga qaror qildi. Shunday qilib, hukumat dunyodagi yirtqich hayvonlarni afsona ekanligiga ishontirdi va keyin ularni ushbu muassasaga qamab qo'ydi. Endi Susan ham yirtqich hayvon va Ginormika ismini oldi. U bu yerda noma'lum muddatga tashqi dunyo bilan aloqa qilmasdan o'tiradi. Bu maxfiy agentlik va hatto Susanning ota-onasi uni boshqa hech qachon ko'ra olmaydi. U umrining qolgan qismini metal qutida o'tkazishi kerak va general Monger uni o'z xonasidek qabul qilishni ta'kidlaydi. Ayni paytda koinotdan uzoqda Galaxar ismli o'zga sayyoralik yerga tushgan meteoritni qidirmoqda.
Uning tarkibida kvantoni deb ataladigan kuchli modda bor edi. Bu moddani Syuzan qabul qildi. Galaksar darhol yerga ulkan zond yuboradi. U kvantonini olib kelishi kerak. U yosh oilani romantikasini buzib, ustlaridan uchib, oldinroqlariga tushadi. Qiz qiziqadi va tekshirishga kirishadi. Ular ulkan robot ko'zini ko'rib, qo'rqib qochib ketishadi. Ertasi kuni ertalab hukumat va harbiy zobitlar uni qurshab olishadi. Prezident Hathaway masalani tinch yo'l bilan hal qilishni taklif qiladi va bu mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. U ishonch bilan zinadan yuqoriga ko'tarilib, g'alati musiqa chala boshlaydi. Ofitserlar musiqadan bahramand bo'lishadi. Ammo o'zga sayyoralik zondga bu musiqa yoqmaganga o'xshaydi. U qo'l chiqarib, hammaga hujum qila boshlaydi. Zondga qurollar ta'sir qilmaydi va hukumat shaharni evakuatsiya qilishga majbur bo'ladi. Prezident navbatdagi qadamini muhokama qilish uchun favqulodda yig'ilish chaqiradi. General Monjer qo'shiladi va yillar davomida tayyorlagan jamoadan foydalanishni taklif qiladi. Hayvonlar. U ularni doska oldida taqdim etadi. Insektozavr. Yadroviy radiatsiya uni kichik bir pilladan 350 fut balandlikdagi yirtqich hayvonga aylantirdi. U Tokioga hujum qildi. Link. Olimlar tomonidan eritilgan 20 ming yoshli muzlatilgan baliq odam. Keyingisi doktor Tarakan, eng zo'r olim. U odamlarga tarakanning omon qolish qobiliyatini beradigan ilmiy mashinani ixtiro qildi. Afsuski, yomon ta'siri bor edi va u tarakanga aylandi. Keyingisi Bob, genetik jihatdan o'zgartirilgan pomidor. Operativ oziq-ovqat zavodida kimyoviy o'zgartirilgan ranch xushbo'y desert bilan birlashtirildi. Olingan gub hushiga keldi va buzilmaydigan jelatinga aylandi. Va so'nggi qo'shimcha Genormika. Uning butun vujudi sof energiya bilan tarqalib, unga ulkan kuch va hajm beradi. Ayni paytda Syuzan doktor Tarakandan uni normal holatiga qaytarish uchun o'z ixtirosidan foydalanishini so'raydi. Lekin u muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. U qochishni xohlaydi. Lekin hech bir yirtqich hayvon bu dahshatli inshootdan qochib qutula olmagan. Hatto ko'rinmas odam ham yashirinib keta olmaydi va yurak urishdan vafot etgan. To'satdan general Monjer u yerga yetib keladi va yirtqich hayvonlarni oltin imkoniyatga erishganlari bilan tabriklaydi. Ular begona robotga qarshi kurashishlari kerak va buning evaziga prezident ularga erkinlik berar ekan. Syuzan tez orada uyiga qaytib, Derek bilan to'yini davom ettirishga ishongisi kelmasdi. Ularning barchasi harbiy samolyotda uchib, belgilangan shaharga yetib borishadi. U allaqachon evakuatsiya qilingan. Shuning uchun hayvonlar va kelgindi o'rtasidagi jangdan hech kim zarar ko'rmaydi. Syuzan erkinlik haqida shunchalik adashganki, u vaziyatning jiddiyligini anglay olmaydi. U ulkan begona robot bilan qanday kurashadi? Link va doktor Tarakan uning tashvishini tushunishadi va dushmanni tinchlantirguncha undan shaharda yashirinishni so'rashadi. O'zga sayyoralik zond Bobni majag'laydi. Shundan so'ng o'zga sayyoralik Syuzanni qo'lga olish uchun shahar tomon yo'l oladi. U bir binodan ikkinchisiga sakrab o'tadi, lekin o'zga sayyoralik robotdan ko'p qochib qutula olmaydi. To'satdan u ijobiy g'oyaga ega bo'ladi va tezligini oshirish uchun transport vositalaridan konki sifatida foydalanadi. Doktor Tarakan ham transport vositalaridan birini o'zgartiradi va Link bilan birga o'zga sayyoralik tomon yo'l olishadi. Ular odamlar hali ham sayohat qilayotgan oltin ko'prikka yetib kelishadi. O'zga sayyoralik robot og'zini ochadi va Syuzanni ezib tashlaydigan bir qancha maydaligishlarni chiqaradi. Yaxshiyamki, insektozavr robotni to'xtatish uchun kerakli vaqtda yetib keladi. Doktor Tarakan qattiq qobiqqa ega bo'lib, robotning og'ziga sakrab tushadi va uning boshqaruviga yetib boradi. Ularni aralashtirib yuborgach, u yana chiqib ketadi. Link va Bob jamoatchilikka qochishga yordam berishadi. Syuzan esa robotni o'rash uchun ko'prik simlaridan foydalanadi. U yiqilib o'chadi. Hayvonlar o'z vazifalarini muvaffaqiyatli yakunladilar. Bu orada Galaksar o'zining muvaffaqiyatsizligi haqida xabar oladi. Nihoyat kvantonium Syuzanning tanasida o'rnatilgani
unga ulkan kuch va immunitet bergani haqida bilib oladi. Zond endi uni mag'lub eta olmaydi. Shuning uchun Galaksar bu vazifani o'zi hal qilishga qaror qiladi. U robot yordamchisiga yerga qo'nishga kema tayyorlashni buyuradi. Yaqinlashib kelayotgan xavfdan bexabar Syuzan o'z muvaffaqiyatini nishonlamoqda. U ulkan o'zga sayyoralik robotni tom ma'noda mag'lub etganiga ishona olmasdi. Boshqa yirtqich hayvonlar ham uni hayratda qoldiradilar va u bilan ishlashdan faxrlanishlarini aytishadi. Biroq Syuzan hali ham imkon qadar tezroq normal hayotga qaytishni xohlaydi. U abadiy gigant bo'lib qola olmaydi. Chunki u Derek unga davo topmaguncha tinmasligiga ishonadi. Ular bir-birlarini juda yaxshi ko'radigan oshiqlar go'yo. Qanday qilib ular bir-birlaridan voz kechishlari mumkin? Uning hikoyasini eshitib, boshqa yirtqich hayvonlar ham Syuzanning oilasi va Derek bilan uchrashish istagini bildiradilar. General Monger ularni Syuzanning uyiga olib boradi va ota-onasi ularni iliq kutib olishadi. Biroq ular Syuzanning gigant bo'lishga yoki u olib kelgan yirtqich do'stlarga o'rganmaganlar. Ular kutib olish ziyofatini uyushtirishadi, lekin Syuzan Derek bilan uchrashishga shoshiladi. Uning do'stlari esa ziyofatdan zavqlanadilar. Biroq tez orada ular o'zlarini noqulay his qila boshlaydilar, chunki jamoatchilik hali ularni qabul qilishga tayyor emas. Syuzan ham yaxshi vaqtni boshdan kechirmaydi. U deyarli bir oydan keyin Derek bilan uchrashganidan juda xursand bo'ldi va u unga uni qanchalik sog'inganini aytadi. Lekin Derek uni kutayotganga yoki sog'inganga o'xshamaydi. Syuzan unga u hali ham sevgan qizi ekanligini eslatadi. Lekin Derek o'zidan mashhurroq yoki iste'dodli odamni yoqtirmaydi. U karyerasi va uni intiqlik bilan kutayotgan auditoriyasi borligini tushuntiradi. U hamma narsani tashlab Syuzanga davo izlay olmaydi. Uning soyasi ostida yashashni istamaydi. Bu xudbin so'zlarni aytib, u yuragi parchalangan Syuzanni tashlab ketadi. Boshqa yirtqich hayvonlar ham unga qo'shilib, o'zlarining baxtsiz tajribalari bilan o'rtoqlashadilar. Jamiyat ularni faqat jirkanch, yirtqich hayvonlar sifatida ko'radi va boshqa hech narsa emas. Qanchalik urinmasinlar, avvalgi hayotlariga qayta olmaydilar. Hissiy travmadan qutulgach, Syuzan baribir Derek unga mos odam emasligini tushunadi. U faqat o'zini o'ylagan xudbin ahmoq edi. Undan uzoqlashgandan so'ng Syuzan o'zining haqiqiy imkoniyatlarini ochdi. U shunchaki begona yirtqich hayvonlarga qarshi kurashdi va bir nechta super qahramon do'stlar orttirdi. Hamma narsa yaxshi bo'lib tuyulganda, ulkan kosmik kema ular ustidan uchib o'tadi. Yorqin yorug'lik porlaydi va Syuzanni torta boshlaydi. Insektozavr qizni qutqarish uchun tilidan foydalanadi. Ammo kosmik kema bechora insektozavrni o'ldirish uchun lazer o'tadi. Syuzanni Galaksar qamab qo'yadi. U undan barcha kvantoniyni tortib olmoqchi. Bu butun koinotdagi eng kuchli moddadir. Syuzan esa quvvatni nazorat qiladi va kemadan qochmoqchi bo'ladi. Shundan so'ng u Galaksarni qo'lga olish uchun barcha to'siqlarni yengib o'tadi. Biroq Galaksar qizni aldab o'z laboratoriyasiga olib boradi. Kameraga qamashga muvaffaq bo'ladi. Kvantonium uning tanasidan so'rilgach, Syuzan normal odamga aylanadi. Galaksar o'z sayyorasini yo'q qildi va endi u yerni egallashni xohlaydi. Ammo u bundan oldin barcha odamlarni o'ldirmoqchi. U yuzlab klonlarni yasash va ularga ko'paytirish uchun kvantoniumdan foydalanadi. Ayni paytda boshqa yirtqich hayvonlar o'z do'stlarining qurbonligi behuda ketmasligini va qasos olishlarini ta'kidlashadi. Ular o'zga sayyoralik kemasiga yashirincha kirib, Syuzanni qutqarish uchun general Mongerdan yordam so'raydilar. Klonlar Galaksarga qaraganda garangroq va yirtqich hayvonlarni o'zimizdan deb o'ylashadi. Hayvonlar bundan Syuzan bilan qochib ketish imkoniyati sifatida foydalanadilar. Ularni Galaksar payqab qoladi. Lekin u ularni qo'lga olishdan oldin yirtqich hayvonlar kuch yadrosini payqashadi. U 16lik xavfsizlik kodi bilan himoyalangan. Ammo doktor Tarakan uni qanday buzishni biladi. Xavfsizlikdan o'tib, doktor tasodifan kemani o'zini o'zi yo'q qilish rejimiga qo'yadi. 6 daqiqadan so'ng u portlaydi. Hayvonlar bundan oldin kemani tark etishlari kerak. Ammo faqat Syuzan barcha darvozalardan o'ta oladi.
boshqa yirtqich hayvonlar unga ularsiz ketishni aytishadi. Lekin u unchalik xudbin emas. U yana Quantiumni o'zlashtiradi va do'stlarini qutqarish uchun jinormika bo'ladi. Ular kemadan qochishadi, lekin yerga qanday yetib borishni bilmaydilar. To'satdan Insectosaur ularni olish uchun u yerga keladi. U o'lmagan, aksincha kapalakka aylangan. Kema kelginlar bilan birga portlab ketadi. Yirtqich hayvonlar omon qolishadi. Hamma yirtqich hayvonlarning mahoratiga qoyil qolishadi va dunyoni qutqargani uchun ularga minnatdorchilik bildirishadi. Derek ham qaytib keladi va Susandan lavozimiga ko'tarilishi uchun intervyu berishni so'raydi. Ammo Susan endi u sodda ahmoq qiz emas. U darhol rad etadi va John Leferda Derekning asl basharasini ochib beradi. Sarguzasht shu bilan tugamaydi, chunki shahar tinch bo'lishi uchun qahramonlarga muhtoj. Ularning keyingi missiyasi endi boshlandi. Xulosa, yaxshi do'st yoki hamroh sizdan ustun turadigan yoki sizga hasad qiladigan kishi emas. U sizning qobiliyatingizga qoyil qoladi va har qanday sharoitda sizni qo'llab-quvvatlashga tayyor bo'lish kerak. Shunday ekan, do'st tanlashda adashmanglar. Do'stsiz maxluqlardek badbashara bo'lishi mumkin, lekin uning ichki dunyosi va sizga qanchalar sodiqligi birinchi o'rinda bo'lishi kerak. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Xayr, sog' va salomat bo'ling.